Chaqirmayapman bunaqa ovozim filtrlab o'chirib yoqib. Bunaqa ovoz qaytib qolyapti-da, yaxshi chiqmayapti ovoz. Siz chayingizni qo'shib yubormang yana. U yo'q, hayotda yo'q. Endi shu bilan urushishimiz qoldi. Shu bilan urushimiz qoldi endi. Biz bunday qilib, bellaringizni bunday qilib men erga tegaman. Men baxtli oila quraman. Men unday qilaman. Men bunday qilaman degan videolaringizni ko'rib qoldim. Siz hali erga tegmoqchimisiz? Nima rashk qilyapsizmi? Rashksiz erkakka jannat harom. Ya, o'zi shu boshqa qiz bilan urushib anaqa uchrashib yuradi, shu meni rashk qiladi. Qurol Sulton Sulaymon hazratlari har bitta qurolchasini hurmat qiladi. Sizdek qurolni birinchi marta ko'rib turibman. Hazrati Amir Temur bobomizda ham 1000 ta xotini bo'lgan. 1000 ta xotini bo'lgan, 1000 ta. Amir Temurda qoni bor menda. Xotini qancha xotini bo'lgan? 1000 ta. Yo'q. Seriyozmi? 1000 ta xotini bo'lgan Amir Temur bobomda. Yo'q, rost. Ishonmadi. Rostdan 1000 ta xotini bo'lgan. Ishonmaydi. Shu nima bo'ldi endi? Ketdimi? Yo bir chaqiring. Bir 5x to'playlik sizdan. Chaqiring bu yoqqa. Yo'q, yo'q. Chaqiring bu yoqqa yo bir chaysiz. Yo bir